Siz kontentingizni ideal qilasiz, lekin nega kuchsizlar sizdan tez o'sib ketmoqda? Hozir sababini aytaman. Siz videoyingizga yaxshi mavzu chiqarasiz, chiroyli montaj qilasiz, lekin sizda o'sish juda past. Boshqalar esa oddiy videolar bilan ham o'sib ketmoqda. Chunki Instagram sifatni emas, reaksiyani yaxshi ko'radi. Sifat ham muhim, lekin ikkinchi, uchinchi darajali. Agar siz Instagram algoritmiga mos videolar tayyorlasangiz, odamlarning auditoriyani o'zi sizni ko'taradi, natijada videolaringiz topga chiqadi va obunachilaringiz ham ko'payadi. Siz videolaringizda ushbu kirish qismidagi so'zlarga e'tiborli bo'ling. Masalan, video boshida natijani ayting, trigger bilan boshlang. Bugun 3 ta xatoni aytaman. Ikkinchisi, ushbu xatoni qilayotganlar hech qachon o'smaydi. Shunga o'xshash triggerli so'zlarni ishlatgan holda muammoni aytasiz, unga yechim berasiz va oxirida harakatga chaqiruv, call to action. Va albatta videoyingizga emotsiya qo'shishni unutmang. Agar siz ham blogingizni Reels orqali jonli obunachilar bilan ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, profilimga obuna bo'ling va meni kuzatishda davom eting.